Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda sizlar uchun har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldirib, oldiga Jasurbek gazini bosib izoh qoldirishni unutmang. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sirrochini sotiladi. Akalar, texnikamizning holati o'ta ham udar darajada. Akalar, hech qanday kamchilik, rasxodsiz texnika olasiz, haydaysiz. Akamiz sizlar uchun hamma yerini remont qilib tayyorlab qo'yganlar, sizlar faqat sotib olib haydasangiz bo'ldi akalar. Ushbu texnikamizga esa 45 million so'm so'rashmoqda. Qo'shimcha holatda orqasida bitta agregati bor, sizlarga podarka sifatida beriladi o'sha agregat akalar. Ushbu texnikamiz esa Andijonda qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Jaguar 2007-yilda ishlab chiqarilgan kombayn sotiladi. Sirrochni akalar, ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, kamchiligi yo'q ekan. Ushbu texnikamiz hali O'zbekistonda ishlamagan. Aprel oyida keltirilgan ushbu texnikamizning to'lovlarini istalgan usulda qilishingiz mumkin. Xohlasangiz rasrochka qilib ham beriladi akalar. Texnikamizning narxi esa $125 ming so'rashmoqda. Manzil Farg'onada. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa sotib oling. Eslatib o'tamiz, kommentariyada Telegram kanalimizga qoldirganmiz, o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz Telegram kanalimizga ham bundan-da zo'r texnikalarni har kun yangi arzonlardan tashlab boramiz. Bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Buning uchun Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan Beda kombaynimiz sotiladi. Texnikamiz avtomat korobka, Belarus motor qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning gidroxodlari ishlab turibdi, jatkasi 4 metr joyini o'radi. Dokumentlari bor, narxi esa 182 million so'm. Ushbu texnikamizning manzili esa Surxondaryoda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning holati juda ham yaxshi holatda deyishmoqda. Texnikamiz ishga tayyor holatda, xarajati yo'q, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. Texnikamizning narxi esa 75 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Agarda ushbu texnikamizni sotib olish maqsadingiz bo'lsa, akamizga bog'lanishingiz mumkin. Bekordan bekor bezovta qilmang akamizga ham akalar. Texnikamiz Xorazm viloyatida. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan T25 traktorimiz sotiladi. Holati nahadu kamchiligi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Yoqilg'ida ishlaydi. Ushbu texnikamizning hamma yeri qolgan joylari soz holatda, manzil Toshkentda deb aytib o'tishmoqdalar. O'rta Saroyda ekan. Texnikamizning narxi esa 50 million so'm. Yana ozmoz tortsangiz akalar kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlar uchun akamizga bog'laning. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshida o'tsangiz reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganman. Shaxsan o'zim sizlarga javob beraman akalar. Bemalol bizga qo'ng'iroq qilsangiz, biz orqali texnikangizni tezroq YouTube va boshqa tarmoqlarda reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz ekranda ko'rib turgan New Holland 7060 Puma sotuvga qo'yilgan. Qo'shimcha holatda Lemken plugi bilan birga qo'shib sotiladi. Texnikamizning holati soz holatda deb aytib o'tishmoqdalar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, bemalol olib haydashingiz mumkin. Rasxodli joyi yo'q. Narxi esa 1 milliard so'm ekan. Ikkalasi manzil Toshkentda. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan yaxshi holatdagi T28 traktorimiz sotiladi. Akalar, texnikamiz yaqinda remont bo'lgan, motor korobkalari hamma yeri remont bo'lgan, dokumentlari 100% bor. Texnikamizning qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Narxini esa 30 million so'm so'rashmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, agarda ertangi dasturlarimiz ham zo'r chiqishini xohlasangiz, hoziroq videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va albatta kommentariyada обязательно o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring akalar. Erinmasdan bemalol kommentariyada yozaveringlar, men sizlarga javob beraman. Siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilaman. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Belarus 82 sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1994-yilda ishlab chiqarilgan. Motori esa 2022-yillikka, keng kabina, katta kabina deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu traktorimizning narxi esa 155 million so'm. Manzil Toshkentda. Qo'shimcha holatda pritsepi ham bor.
Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamiz ko'rib, gaplashib beriladi deb aytib o'tmoqdalar. Holati yaxshi holatda ishlab turgan texnikalar, hammasi zo'r holatda. Narxi esa 45 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Agarda sizlarga MTZ traktor kerak bo'lsa, marhamat akamizga bog'lansangiz, qolgan ma'lumotlarni ham bemalol batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu Belarus MTZ 80 traktorimiz esa Xorazm viloyatida. Texnikamizni ko'ring, o'zingizga kelsa sotib oling. Keyin sotiladigan texnikamiz esa DN 504 mini traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini esa 105 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning holati yangi holatda. 50 ot kuchiga ega deb aytib o'tmoqdalar. Texnikamiz olasiz va haydaysiz, hech qanday rasxotli va xarajatli joylari yo'q. Ushbu mini traktorimiz esa Qashqadaryo viloyatida. Marhamat, agarda sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling akalar. Agarda sizlarga kerak bo'layotgan texnikalar chiqmayotgan bo'lsa, nomini hoziroq kommentariyada yozib qoldirsangiz, keyingi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Prespat Boshkimiz sotiladi Z511. Ushbu Prespat Boshkimizning holati yaxshi holatda deb aytib o'tmoqdalar. Yangi zapchaslari qo'yilgan ekan. Texnikamizning qolgan ma'lumotlarini telefon orqali gaplashamiz deb qo'ygan ekanlar. Ushbu akamiz Sirdaryodan bemalol qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu Prespat Boshkimizning narxi esa 45 million so'm. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Yenisey kombayn so'ragan akalarimiz shuni ushbu ekranda ko'rib turgan kombaynimiz sotiladi. Ushbu kombaynimizning holati yaxshi holatda, bu yilgi shorli sezonda keyin olib kelib qo'yilgan, haligacha ishlamagani yo'q deb aytib o'tmoqdalar. Texnikamizning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor holatda olasiz akalar, haydaysiz, hech qanday rasxotli joylari yo'q. Ushbu kombaynimizga esa 80 million so'm narx so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Xorazm viloyatida. Kombaynimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa akamiz bilan bog'laning. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz, agarda rumenskiy selka izlab yurgan bo'lsangiz, ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar sirrochni sotiladi. Texnikamiz zavodskoy deb aytib o'tmoqdalar. Texnikamizga hamma yer ishlab turibdi, holatda, o'rtacha holatda, ozginagina ishi bor ekan, rasxotli ishi bor ozgina. Narxini esa 20 million so'm so'rashmoqda, manzil Sirdaryoda. Ushbu texnikamiz qiziq bo'lsa, akamiz raqamlar ekranda, marhamat qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa ertangi dasturlarimiz zo'r chiqishini xohlasangiz, hoziroq bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Shanda nomli buldozerimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz yangi holatda turibdi deb aytib o'tmoqdalar. 2026-yilda ishlab chiqarilgan. 103 ot kuchiga ega ekan. Ushbu texnikamizning hamma yeri ishlab turibdi. Nalichiga ham bor deb aytib o'tmoqdalar. Garantiyasi 1 yil. Ushbu texnikamiz Toshkent, Samarqand, Namanganda ham ofisi bor. Narxi 11,5 ming dollar. Keyin sotiladigan texnikamiz ham yana bir ekranda ko'rib turgan Z nomli Prespat Boshkimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada ishlab turgan deb aytib o'tmoqdalar. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun esa akamizga bog'lanishingiz mumkin. Ushbu Prespat Boshkimizga 48 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Prespat Boshkimiz Qashqadaryo viloyatida. Ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Biz esa bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Akalar, ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Barchangizga bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.